akajon, sizni hayotingizda yetishmayotgan narsani topib qo'ydim-ku. Bu mana haqiqiy katta bolalarni mashina surati nomer alohida tema, mashina alohida tema. Mashina yonib turishini qarang. To'g'rimizda Malibu 2 Premier Turbo. Mashinaga dumaloq mana bunaqa disklar taqib qo'yilgan. Mashinamiz yili 2022 oxirgi chiqqanlar premierlardan bir. Mashinaning kraskasi absolyutni toza ekan. O'zim aylanib ko'zlarini qarab tekshirib chiqdim. Qirilgan, chizilgan joylari umuman yo'q. Mana bu yerdan ko'rib baho beringlar. Mana salon holatlarini ko'rsataman. Apshkalar matviy bo'lib turibdi, tapetkalar. Rullar matviy bo'lib turibdi mana. Qimmat chexol, qimmat poliklar taqib qo'yilgan. Mana orqa salonlari. Chexollari ham vobshe zo'r turibdi, yangi holatda. Bagaj holatlari ham o'ta go'zal holatda turibdi ekan. Mana usti yopilgan, chexollari ham bor. Qo'yishdan zashta qilingan. Bonsiga qo'shib beramiz deyishdilar. Mana zapaskalar tushmagan hali. Ustalaringizga ko'rsatib tekshira olasizlar. Kraskalar mutlaqo top-toza. Bu mashina haqiqiy fanatlari bo'ladi-yu. O'shalar jo'natib qo'yamiz bu videomizni. Mana shu kanalga podpiskani bosib, layklarni bosib tursalaring, zo'r narxlarda mashinani qo'yib boramiz. Egalar yana bitta zo'r taklif berishyapti. Agar diskasi yoqmasa, o'zini radnoy diskasidan qo'yib beramiz. Hozir mana shu diskasi bilan shu turish holatida mashinamiz 28500 narx deyishdi. Agar yoqmasa, o'zini radnoy diska balonlarini qo'yib beramiz. Bunga mягкий yangi balonlar qo'yilgan. Agar o'zini radnoy diska balonlarini qo'yib bersak, 27200 deyishdi. Diskamizning narxi o'zi $1800 ga olishgan ekan. O'shaning hisobini olib aytdilar, ma'qul kelsa yana o'tirmasdan bosib yorish kerak menimcha. Любой dokument bo'lar ekan, mana bu nomercha ham o'zingizga o'tadi.